5 qism. Biz üçümüz shundoq maslahatlashgan ekan, bog'ning ichiga kirib, uyga qaratib chama otadigan bo'ldim. Agar planimiz o'ngishli bo'lsa, cho'qim Rizvangul bilan bog'ning ichida ayrim ko'risha olayman. Ammo yanada hodi qo'taman. Bu qatim ko'rishsam, o qizga nima deyman? Gapimni qilolmasligimdan ansiradim. Hey, og'inlar, bo'lmasa unda qilmaylik-ku. Yana nima bo'lding deyma? O qizga nimami deyman degina shu. To'liq daltada gap qilmag'ina. Hey, endi-chi, yavaşlıqni tashla, bo'lamda. Asta shu nima deyishni bilmayapsam. Hey, Ezem, sen gapga bak usta. Buniga bir gap o'tib qo'yg'ina bir. Maqal, obdan angla, ha? O qizgacha, mundaq deysan. Sizni tunji ko'ribli yoqtirib qoldim. Siz bilan do'st bo'lib qolsam bo'lamda degandek gapni qilasan. Yana o qizning qancha numurli kiyim kiydiganligini, razmerini so'raysan. Nemishqa razmerini so'rayman? Hey, Ezem, kallangning dadi bormi qandoq? O qizning kiyimining razmerini so'rsa, bu tayoq yemamda. Menga hey, men bunda kiyimining dedim juma, boshqacha o'ylashma. Shu nemishqa kiyimining razmerini so'rayman. Kelar qitim kelganda quruq kelsang bo'lmaydi-da albatta. O qizga chiroyli kiyim tikkizib kelishing kerak. Endi tushundingmi? Shunda qilgandila uning ko'nglini ola olaysan. Hezim kot, ish o'rgatdisa, mashundaqmi o'rgatamsan dema. O'tava bu yoqqa. Ahmad, ma'u sarangning kayniga kirmachimi? Buning tekinida qilmay, o qiz bilan ko'rishgan vaqtingda uning badan shakliga diqqat qilsanglar bo'ldi. Nimandaq boshqachilik gap qilsizlar, nima deb uning kiyimining razmerini so'rayman. Yana nima deb uning badan shakliga diqqat qilaman. Shundala uningga qanchalik kiyim keldiganligini bilib olasan-da. Og'inlar, kiyimdan boshqa narsa akasak bo'lmamdi deyman. To'g'ri. Men topdim. Uningcha oyoqdan birini og'ash kalsaklab bog'dak. Qanaq? Bo'mi bog'dak. Oyoq olsang bog'dak. To'xtanglar. Esim kot, sen ayni vaqtda bir qiz bilan arilishib o'tgan-ku deyman. Uningga nima apagan? Uni deb qapsan. O qizcha kaynimdan mangadiganlar bo'lib ketgan meni. Men degan kim o? Men kim o? Esim, uni deb yurma, nima apaginingni demamsan. O vaqtlar o'sin samallaydi. Esimda qolmabdi shu. Og'inlar, bo'lmasa tunji qatim ko'rishgandila quruq bo'lmay. Bozorga berib bir narsa elib, ondan ko'rishsam-chi. Shunda qilganda o'zimgimi yaxshi, uningmi yaxshi? Ahmad, bir qitim kallang ishlab qo'ydingmi seni? Bu bog'idek gapkan. Meningcha shunda qilgina bo'ldi. Jaranglar, bozorga mangdoq. Biz shunda qilib bozor tarafga berib, Rizvangulga bir narsa olgandan keyin ondan uning bilan ko'rishadigan bo'ldim. Ahmad, nima elishni o'ylashdingmi yo'qmi? Bilmadim, nima olsam bo'la? Meningcha qizlar amroq narsa olmamsan. Amisa sen de baqa, qizlar nimaga amroq? Meningcha ufa anglikka amroq deyma. Mangina, uni ko'tirib yursa qandoq bo'ladi deyma. Bo'lmasa kallamga bir aql keldi. Attir olaymi-ya? Attir sovg'a qilsam qandoq? Bo'lmaydi. Attir sovg'a qilsam qandoq bo'ladi? O qizga siz hech qilmayotgansiz degandek to'yg'ini berib qo'ymamsa deyman. Mangina, nada undaq to'yg'i berdi. Amasa nima sovg'a qilaman? Chiroyli qo'sa it olsang qandoq bo'lar? Undaq qilsa qandoq bo'ladi? Biz faqat vaqtliqli aralashaylik degan gap bo'lib qolmamdi bu. Bir narsaning ma'nisiga qarab bir narsa sovg'a qilmadi deyman. Uni desa bundoq, buni desa bundoq deydigansan. Amasa qandoq qilaman o'zim? Men topdim. Bir dastik gul sovg'a qilsang qandoq? Olim, gulni og'am bilan u mahallada qandoq ko'tirib yurgil bo'ladi deyman. Ko'rganlarga nima deb tushundirman? To'g'ri, bu bir masala bo'lib qoldik. Biz shunda qilib bozorda nima elishimizni bilolmay, u yoqdan bu yoqqa g'angirab cho'gilib yurdik. To'xtanglar. Men bir narsa sovg'a qilishni bildim. Degina, nima sovg'a qilaman? O'zik sovg'a qilsanglar bo'ldi. O'zik bo'ladi. O'zikdan birini sovg'a qilib bo'ldi. Bu bog'idek o'zik ola o'zik. Biroq uning qo'liga kelami? Men paras qilib baqay. O qizning bo'yi bastiga qaraganda o'roq, egiz, shoynidek bo'lgan ekan, cho'qim ang kichkina oson keladi. Agar kimizchi?
Vay kemmisi boyniga esib yur bo'lmasa, nima qarang, chiqib ap so'q qilsanglar bo'ldi-ku. Ha, ma'qul, amisi uzuk olayli. Biz uchimiz bozordan uzuk setib olgandan keyin Rizvangulni izlab mahalla tarafga qarab mangdik. Ay, Ahmad, bog'ning orqasidan kiramsan yoki o'dilni bir ishkini qalqamsan? Voy, ma'g'ina, o'dil bir ishkini qalqidib ko'ratmanda nima ish qiladi? Bog'ning orqasidan kiram ekan. Amisi biz sening yo'lingga qaramizmi? Ishlab bizning planimizdek bo'lsin. Ha, ma'qul, amisi meni saqlab turinglarmi? Hargiz ketmanglar. Va yoqqa ketmaymiz, bo'la. Men uyning orqasidan aylanib bog'ning ichiga kirmoqchi bo'ldim. Ammo bog' ichiga kirish uchun kichik bir qoshotamdan ortilib, ondan bog'ning ichiga kirsam bo'ladi. Qoshotamning ustiga qanday ortilib chiqqanimni bilmayman. Bir vaqt qarsam bog'ning ichiga tushibdiman. Oy, nimadaq egizdan bu? Rizvangul. Men hech nimadan qo'rqmay, xuddi koni oshig'imni chaqirgandek, uning beg'ining orqasida uning ismini chaqirishga boshladim. Tuyuqsiz bir narsaning orqamda xirildag'an ovozini anglab qoldimda, darhol orqamga burilib qaradim. Odamni qo'rqitib, yo'g'on bir obsharga menga qarab turardi. Oy, onama nimadaq yo'g'on ish bu? Nimadaq menga qarama. Yo'q, qutqizinglar. Men bog' ichida u yoqdan bu yoqqa yugurib qaytishga boshladim. It meni qo'lab, men itdan qochib degandek tomning ustiga chiqib qoldim. Ay, ishit, yo'qol. Tuyuqsiz bog'ning orqa eshigi ochilib, bog' ichiga birisi kirdi. Yo'g'on, bastik qaramtul kishi bo'lib, qarmoqqa u Rizvangulning dodisidekmi qalatdi. U kishi tom ustida turganimni ko'rib, menga gap qildi. Ay, tomning ustida nima qilyapsan? Kimsan? Men Rizvangulni izlab ay, yo'q. Men bu yerga meva yeyil kelgan, olmayaymi degan. Jiddiylashganimdan, eg'izimdan qalayimqon gaplar chiqishga boshladi. Voh, shumtak, boyin nima deding? Kimni izlab kelding? Yo'q, men xatolashib qoldim. Undaq demoqchi emas. Olmayaymi deb kirgan edim. Olmayamsan, boshqa bir nima yamsan, hozir ko'rmas. Tomduncha. O'zingizni tutib, mening boshqa niyatim yo'q. Voh, shumtak, bochig'ini chaqib etmaydigan bo'lsam, tomduncha deyman. Rizvangulning dadisi shundoq degunicha qo'liga bir kaltakni elib, meni tomdan noqib tushirmoqchi bo'ldi. Ishning qavoshlari bilan bizning varqirashlarimiz qaydalib, bog' ichini bir maydon jang maydoniga o'xshatib qo'ygan edi. Hapsini pochig'ini chirqib etmaydigan bo'lsam, bu yoqqa tez tomdan tusha deyman. To'xtang, ochig'ingizni besib eding. Men hech nima qilmadim. Gap qilmasam boynimni qizimni tishlab tatsa, pastga tusha. Dal ikkimizning varanchini qilib turayotgan paytida Rizvangul bog'ning ichiga kirib keldi. Uni ko'rib jiddiylashganimdan uning ismini chaqirib soldim. Ay, Rizvangul, dadangizga ayting, bizning hech qanday munosabatimiz yo'q-ku. Nima da'vatsiz? Men sizni tonimasam-ya. Sen tonimasan bu harom tomoq ismini qandoqmi bilsan? Ha? Astag'firullah, eg'izimni. Men rost tonimayman. İsmini bilmaydim. Boyi o'zi dapaga oyoq. Astag'firullah. Jiddiylashganimdan eg'izimga gapmi kelmay, uni buni davatgan vaqtimda Rizvangulning onasi bog' ichiga kirdi. Nemish bo'ldi? Nima varang-churung bu? Ne bo'ladi? Sening yaxshi qizingning ishi bo'lmamdi. Mava harom tomoq qizimizning keyniga chiribapti. Menga tez qizimizni uyga olib kirib ket. Mava odamning qilib yurgan ishini qaramam degan. Shundoq bo'lsa-mu, qo'lingizdagini tashlang. Astag'firullah, sarang'otda nimada qiladi apaka? Senimi qo'shib uruytma. Menga tez qizimizni uyga olib kirib ket. Bu yoqqa tez tush deyman. To'xtang, qo'lingizdagini tashlab eting. Damning teshigida bo'lgan haromliq. Mahallada ikkinchi qatim seni ko'rib qolmay, tez ko'zimni yo'qol. O odamning ochiqning yomonligini ko'rib, men darhol tom ustidan bog'ning sirtiga sakirdim. Men uyning orqasidagi kichik o'stangning yanida o'ltirganimda olim bodek bilan yezim kot-kotmi yugurib keldi.
Hey, qanday qoldi? Ha, o'zingni badingmi? Qanday qoldi? Ha, yo'qolishi. Ay, nima bo'ldi? Dadisi meni o'ltirayotgan tasli qoldi mundaq. Sen saqmi ya? Uning dadisiga bermayding, o'ziga bermamsa deyman. Shuni demamdigan. Sen o'zingni uning dadisining qo'liga bermagansan. Yo'q, bog'ning ichiga kiraydigan. Bog'da ish bor ekan. Shuni bilan tomda o'ltirgan. Qarasam dadisi chiqib qoldi. Shunday qilib ahvoldan sal chataq chiqib qoldi shu. Qanday chataq chiqib qoldi? Uning dadisiga uni taniydiganligimni deb soldi. Voy, dötgoy, ishni buzibsan qo'yamdi. Uning dadisiga undoq desang qanday bo'ladi? Olim, bilasan, men yuvashroq. Eg'izimga nima kelsa shuni deb solaman. Uqmayli deb solibdiman. Hamda tugishibsan. Rastala tugishibsan sen. Yezim ko'tkotning bu gapini olib, uning eg'izining tugi birini urg'im keldi. Chunki bu amalni u ko'rsatgan. Gerçi bu ishlardan maslik ko'rilgan bo'lsa-mu, ammo o'zimning qanchalik qo'rqmas, botir qaysar ekanligimni bilib oladim. Agar men yo'liqqan bu ahvolga bu ikkisining birarsi yo'liqqan bo'lsa, cho'qim tomning ustida turib kichik tarat qilayotgan bo'ladi. Men o'zimning Ahmad Yovosh emasligiga bugun ishongandek bo'ldim. Endi-chi, bu ishlarning oxiri chiqmaydi. Bu ishkani men yangdim. Bo'ldi, ishlar endi tugasin. Yezim ko'tkot, bu nima degani? Kim sana ishning oxiri chiqmaydi dedi? Shundoq, kim chiqmaydi dedi? Men Rizvangulni keltirgan. Voy! Ahmad, nima deysan? Rizvangulni keltirgan deyman. Ahmad, yaraysan jimo. O'g'il bolada gap qilding mana. Bugun ishlar mo'shinchilik bo'lsin. Ati yana bir qatam kelmas. Mahallaga qaytib ketayli. Bo'ladi. Sening ishingcha bizning ishimiz. Maqol, chataq yo'q. Bu ishkang sarang olib qilishmagan sen. Bo'ldi, to'liq gap qilmay menga. Men degan ekan menga. Men hamma ishni unutgan holda ham andishi ichida mahallaga qaytib keldim. Mening hammadan bak ansiraydiganim Rizvangulga sat ko'rinib qolish. Uning o'zini o'ch qilib qo'yish edi. Uning o'moq chiroyi bilan boya aytgan soddalach so'zi hozir qadar quloq tuyimda aks etadi. Nimdavatsiz? Men sizni tanimasam ya. Hey, Ahmad, nimani xiyol qilyapsan? Yezimning meni noqish bilan men aslimga qaytgandek bo'ldim. Xiyollarim nalargadir uchib ketdi. Ishnimni xiyol qildim. Bo'ldi qig'ina, bo'lari bo'pti. Hamda pushaymon qilsam o'rniga kelmaydi. Yo'q, men pushaymon qilmayman. Mushu ishning bo'g'inidan xush bo'ldim. Mushu ish sababli o'zimning qanchalik bangsimning borlig'ini bilib oldim. Men baklab baturganman. Voy. Qanday qilaymaning gapini? Biz uchimiz mahallaga qaytib keldik. Xo'shlashgandan keyin bo'lsa, uyga yenib kirdim. Men uyga qaytib kelib, bir kecha uxlamay, nima qilarimni, bu ishlarning oxirining qanday bo'ladiganligini, o qizga qanday qilsam ko'nglimni tushuntira olayman degandeklarni xiyol qilib, bir kecha kirib qolmadim. Balkim birsini yaxshi ko'rib qolsam, shunday bo'ladi-qandi. Muhabbatning ko'zi ochiq qarg'u deb qo'ydi ekan. Balkim mana bu muhabbat bo'lsa kerak. Mening tunji qatim birsini yaxshi ko'rib qolganim bo'lg'achqa ko'p ishlarni bilmaydi ekanman. Ammo muhabbat bakli shirin bo'ladi ekan. Ko'zda uyqu yo'q. O'ylaydiganing faqat sen yaxshi ko'rgan odam. Bu nima degan shirin tuyg'u, ha? Barcha ishlarni ko'ngildan chiqarib o'tib, o'zi yaxshi ko'radigan odamini o'ylasa, o'zi yaxshi ko'radiganlar uchun biror ish qilib berishni o'ylasa, odam o'zini to'liq baxtli his qiladi ekan. Men dal shu baxtning qo'ynida po'raklab echilayotgan bir gul bo'ldim. Endi faqat o gulni o'zish va o'zmaslik qarorini chiqarsam bo'ladi. Atsa tong sahar. Hey, Ahmad! Hey, Ahmad! Voy, mana. Hey, bir xush xabar olib keldim. Buguncha heliqi bog'da mashrab qiladigan. Balkim Rizvangulmi kelishi mumkin. Ay, to'liq chaqchaqimig'ini. Hay, qasam qasam. Rost gap. Undaqda saqlab tur, men kiyimlarimni almashtirib chiqay. Hey, seni mahallani do'qmishida saqlaymiz jima. Tez bor. Ma'qul.
Darvaqa yezim ko't-ko't aytgandek bog' ichiga nurg'un odam kirib ketyotdi. Ularning orasida eng kichik bizning kichik, cho'g'i bo'lsa dadlarimizdek keladi. Balkim Rizvangulmi bo'lishi mumkin. Oltinchi qism. Men bu xushalligimni besib olmay, kiyimlarimni qandoq yengishligimni bilmayman. Sirtqa chiqib qaragan vaqtimda bo'lsa, paybiqimning biri oq rangda, yana biri bo'lsa qora rangda edi. Qerishganda yana ishtonga kamar bog'lashni unutib qoptiman. Astahabi, kamarni unutib qoptiman-ku. Men shundoq deganimcha orqamga yenib uyga kirmoqchi bo'ldim. Vay, Ahmad, hey Ahmad! Nega borsan sarang? Odamni saqiltib yana uyga mangdiga bor. Kamar bog'lashni unutib qoptiman. Vay, shu gapma, balda o'zimniki sap bermasang, manga tez bo'la. To'xtab turg'ina, jiddiylashmay. Qayoqlardadir olim bo'dekmi yerdan inib chiqqandek oldimga paydo bo'ldi. Otash, xotin kishidek namandaq to'lib tugamaydigan ish bor. Mangla deyma. Olim kamar bog'lashni unutib qoptiman. Vay, ezimnikini ishiltib tursang bo'lmadimi? Desam, uni misaba, manga tez bo'la. Biroq sening menga qandoqmi? Bo'la. Shunda qilib, ezim ko't-ko't bilan olim bo'dek meni oldiga selib mangdi. Hay, bu ishtinib tushib qelyapti-da. Astroq menga anglatchi. Nima qiladi bu? Bir qo'lingda qo'l selib, yana bir qo'lingda ishtiningning beg'ini tutib mangmamsan. Tura. Kamarimni sana beray. Ezim ko't-ko't, sen menga kamaringni bersang, sening belingda ishdan turmaydigan nima? Ishtining tushib qolib ko'zing ko'rinib qolsa qanday qilasan, ha? Qiziq gap qilasan, jamo. Menga shanira. Nimandaq gap qiladi bu? Biz uchimiz chaqchaq qilishqa yo'lning yoqasini bo'ylab mengishdik. Balkim bog' ichida rostli ziyofat o'rinlashtirgan bo'lsa kerak. Tangdan to'la odam shu bog' tarafga qarab ketyapti. Ahmad, yavaşlıqni tashlajima endi. Heliqi nima? Rizvangulni ko'rganda-chi, tilingni chaynab turmay, mana o'g'il boladek gap qil. Futama. Men o'g'il boladek gap qilgan bo'lmasa, elim shu qizning ko'ziga chiroyli ko'rinaman deb sat ko'rinib yurayman. Demasam o shundoq bo'lib qoldi. Bo'lmasa bo'ldi qilamdiq ya. Uttirg'iningga tambadingmi? Kim tambadim dedi? Tag'i uttirmadim-ku. Axinlar, o qizni men rostlik yaxshi ko'raman. Bu o'yin uchun emas. Meningcha, o qizga gap qilib boqaymi ekan. Nima deysan? Shundoq, nima demoqchisan? Gapni ochiqlik qilaychi. Men sizni yaxshi ko'rib qoldim. Ikkimiz oralashamdiq deb boqaymi? Voy, menga shundoq bir deb boqaqina. Senga bir qancha sanmasa mana men. Nima deb yuziga bir qancha soladi va sarang? Sanmaydi. Meningcha shundoqda. O'g'il bola degancha, jur'atlik bo'lmasa bo'lmaydi. Qandoq dedi? To'g'ri, meningcha shundoq deymikin. Hay, to'xta. To'yiqsizlar, men sizni yaxshi ko'raman desang, o qiz qandoqmi qabul qila oladi deyman. O'zingning yaxshi ko'rganligini isbotlamabsan. Bu gapmi to'g'ri? Hay, olim bo'dek, seningcha shundoq qilaymi? Voy, beshib og'irib ketdi meni. Nima ish qilsan, qilishmabsan. Meni bir aralashtirishmag'ina. Olim bo'dek bo'lsa, shundoq deginicha oldimizda mangdi. Faqat ezim ko't-ko't bilan ikkimizla paranglashib mangdik. Hay, Ahmad, menga rost gapla. O qizni rostdan yaxshi ko'ramsan. Albatta yaxshi ko'raman-da. Nima bo'ldi? Undaqcha, o qizni yaxshi ko'radiganligini isbotlamamsan deyman. O qizni yaxshi ko'radiganligini isbotlamay turib, men sizni yaxshi ko'raman desang, qandoqmi qabul qiladi deyman. Ammo sen bir yo'l ko'rsatgina. Qanday qilaman? To'xta, men bir o'yinni olay. Topdim. Hozircha qizlarga amroq narsasin sovg'a qilish moda bo'lib qoldi. O qizcha, sen bir velosiped sovg'a qil. Ondan yana nima sovg'a qilsang bo'la? O'yin baqay. Qizlarning girim bo'y oyog'i o bo'lmoqdek. Qizlar bo'yniga osadigan, qo'lqiga soladigan mundaq narsalarni sovg'a qilmamsan. Seningcha qandoq bo'la? Bu qandoq bo'la deganing nima gap abda? Albatta yaxshi bo'ladi-da. Ma'qul. Amisi qachon sovg'a qilaman? Meningcha o qizmi bugun keladi.
bugün o qizga o'zingni bir tanishtirib, tanishlik be. Andin bosan, qanaq? Ma'qul amsa. Hey, alın bodak. Hey, aldırmay bana deyman, alın bodak. Shunda qilib men Hezim Kotkotning yo'l yo'rig'i bo'yicha ish qiladigan bo'ldim. Balkim uning deganlari o'rinliq bo'lsa kerak. Razvangoga erishish uchun nima badal to'lasam mayli. Hay, tezroq menginglar, ziyofat boshlanganda qiladi, tez bo'linglar. Hech qanday qiladi. Tezroq menga, hey. Mana ketib borman. Bağның içi şunda qızıb ketken bo'lib, liqqada odam bilan to'shib ketgan edi. Bağның ichiga kerak kirmay, o'zimning yavaşlığını unutib, sho'xlashib ketdim. Voy! Hey, o tarafdagilar solg'ib ketibdi-ku. Hey, bo'la. Hey, cha, o'ynaymiz cha dema. Hey, mana, bo'la. Hey, Ahmad, bo'la dema. Bo'ldim, men o'ynamay, sizlar o'ynanglar. Bo'la, cha, bo'la. Voy, yoqqa kela, nimada qiladi bu? Shunda qilib, olim Bodek bilan Hezim Kotkotning so'rilishi bilan usulga tushdim. Usul o'ynab o'tib, ko'zim to'satdan yong'oq daraxining ostiga tushib qoldi. Bu yerda nurg'un qizlar to'plashib o'tirgan bo'lib, shularning orasidan Rizvangulni to'nib oldim. Hey, Hezim, Rizvangul. Ne dikan? Ana, bu yong'oq daraxining ostida ekan. Bo'lmasa qarab turmay boramsiz ya. O yerda liqqida qizlar tursa qandoq boraman? Beribdi, ustiga tatib kelaman. Qo'pa, menga, hey. Hey, ishtirmigina, qandoq boraman deyman. Bora. Shana deyman, mangmabsa o'g'il bola bo'lgan ekan. Menga. Olim Bodek bilan Hezim Kotkot shundoq deginicha meni usul sahnasidan ittirib chiqarib etdi. Men bugünkidek undaq jiddilashib boqmagan. Xuddi o'limga mangan odamdek put-qo'lim o'zimga bo'ysunmay kalvalashib ketib o'tadi. Bormay desam, Hezim Kotkot bilan Olim Bodekning oldida rasvo bo'laman. Ammo boray desam, put-qo'lim o'zimga bo'ysunmay yavaşligim mush yerda chiqib o'tadi. Mama putum nimada qiladigan-da? Nimada aroq ichgan odamdek bo'lib qoladigan-man. Texmi odamni jiddiylashtirganini bir to'p qizlarning xuddi menga qarab kulib-atgandek kulishlari. Balkim ular bir-biriga chaqchaq gaplarni qilishib kulgan bo'lishi mumkin. Ammo menga qarab kulib-atgandek to'yildi. Cho'qim ular meni sog'liq qildi. Men shundoq deganimcha tez qadamlar bilan orqamga chekindim. Hey, nima bo'ldi? Qaytib kelding-ku? Ahmad, oldig'immi bormiding sen deyman? Bormaycha, ular menga qarab kulyotdi. Ular senga qarab kulmadi, hali ham to'xtab qolgani yo'q. O'zining gapi bilan kulyotdi. Menga Ben bağmaca, bağmasa Hezim sen bile bara. Vatta, sarang, qizvalni sen qo'llasan, mağni bağyada, mağa o'zing bara. Amisa ozroq ishchi olay. Nima? Nima deydi bu? Bakka jiddilashib ketirganman. Ozroq ishchi olay. Hey, ishni to'lib bozaman dema. Sen aroq ko'tiramaydigan tursan, nima qilasan ishib deyman. Hezimning degani to'g'ri. Beka ishni bolasan, yaxshi ishma. Biroq ishmisam shu qo'rqib olsam. Tasma bir pispas nima ekan hava. Maqul, amisi ozroq ichsana. Maqul, ozroq ichma. Hezim, aroqni nadin topamas. Menga qo'yib bagina, hey. Mashuncha chong ziyofatdan bir potilka aroq topolmayman men. Saqlab turinglar. Hezim shundoq degunicha ko'zimizdan g'oyib bo'ldi. O oradan uzun o'tmayla bir potilka aroqni ko'tarib keldi. Hey, qaranglar mana. Aroq degan-cha, mana men topaman. Ahmad, aroq mana. Ko'pini ko'tarib icha. Bakla siz aroqga. Hey, aroqning qaysi birisi mezilikda? Bola icha. Voy, oldiratmag'da ishchiman. Amasa sen qarab qoldiq bo'lmamsa. Voy, mana ishsam bo'lamdi. Men ko'tirgunimchida bir botilka aroqning ozdan to'lisini ichib etdim.
Nimalar siz qaraq bu? Endi bo'ldimi? Bo'lganda qiladi. Endi-chi qaptaning yurkini yegandek bo'lib ketding sen. Endi mana. Bir yoqqa ketmanglar-jima, hozirlik kelaman. Voy, ketamdan bo'la, ha. Sana qarab turamiz jima. Men ichgan aroqni menga yurak paydo qiladi deb o'ylagan edim. Afsus, yurak paydo qilmadi. Asta chatoq chiqib turdi-ku, ichgan aroq beshimga chiqyapti. To'g'ri, ichgan aroqim beshimga chiqishga boshladi. Men o'zimni qahramonning jasoratini ichdim. Hamda Rizvangilning oldiga dog'dan bora olmayman deb o'ylagan edim. Ammo mening ichkinim bo'lsa, odamni o'sal qiladigan bir nima ekan. Men o'ng putimni solga, so'l putimni o'ngga desab, modulladek menib ketayotganimda tuyuqsiz ishtinim pastga serilib tushib ketdi. Voy jon, voy beshim. Men o'zimning ishtiniga o'zim putlashib oldimga yiqildim. Mendan 30 metr neridagi bu qizlar menga qarab qoqoqlab kulishga boshladi. Voh, o'lgirlar kelyapti-ku. Men shundoq deganimcha o'rnimdan zarda bilan turdim. Ay, asta, hay, odam, chatoq chiqdi. Hay, sen tez berib Ahmadni tutib ol, tez bo'l. Bir chatoq chiqarib qo'ymasan. Ma'qul, tez menga, senma bora. Yezim kot bilan olim bo'dak tuyuqsizlik yenimga paydo bo'lib, ikkisi menga ching eslab oldi. Hey, bu yaqin menga nima ish qilyapsan? Meni qo'yib, menga zanglik qilyapti-ku. Meni zanglik qildi. To'g'ri gap qilmay, bu yoqqa menga kechiringlar. Do'stim ozroq mas bo'lib qoldi. Kim mas bo'lib qopti? Menga o'tdi nari. Hey, menga. Bugun meni nas bosdi. O'zimning beshiga o'zim chiqdim. Agar mushu aroqni ko'p ichib olmagan bo'lsam, balkim bundoqmi bo'lib ketmas bo'lgaydi. Yesem, ishlarni bundoq bo'lib ketadi demabdiman. Bakli sat ish bo'ldi. Endi qanaqa qilamiz? Meni sat bo'ladi. Men Rizvangilni yaxshi ko'raman. Rizvangil meni, Rizvangil! Stop, birdan ig'zingni yumgan gap qilma. Ig'zingni tutib ol, tez bo'l. Meni qo'yidinglar, meni qo'yidish. Men uni ko'raman. Uningga gapim bor, gapimni qilib olay. Sen kichik odamni chiqarganni bilmasa bo'lmaydi. Men uni yaxshi ko'raman. Odam mas bo'lib qolsa o'zining ishidagini deydi degan rost gap bo'lsa kerak. Atrofimda nurg'un kishilar menga qarab turibdi. Ularni ko'zim bilan ko'ryapman. Ammo ular bilan mening chadig'im bo'lmadi. Chunki oshiqlik rostila saroq bo'ladi ekan. Ishchimga pottirib bo'lolmadim. Men bugungidek bechora bo'lib boqmagan. Men bugungidek bunda o'sal bo'lib boqmagan. Nima ish bundoq bo'laman? Gap qilma. Nima bundoq bo'ladi? Atsi tong sahar. Oy beshim. Hey, uyg'ondingmi parakanda? Men sening uyingda nima qilaman? Baqa, mening uyimda nima qilasan? Shu nima qilaman? Oqshom bo'lgan ishlar esingda yo'qmi? Esimda yo'q. Oqshom bakli mas bo'lib ketibdiman. Esingda qolmay yaxshi bo'pti. Amsa aslama. To'xta. Zoda oqshom nima ish bo'ldi? Biror ishni xato qildimmi? Xato qildimmi deydi. Ablah, sen oqshom nurg'un ishlarni terib etding bilarsan. Odamni qo'rqitmag'ina, zoda nima bo'ldi? Butun bog'dagilar sana qarab tursa, men Rizvangilni yaxshi ko'raman deb vaqiravatsan. O'ylab baqa, mushumi ishmi deyman. To'liq chaqchaqamag'ina. Oqshom o'zimning ishni putlashib yiqab tushganimni bilaman. Uningdan boshqa ish bo'lmaganda. Boshqa cho'ng ish bo'lmadi. Biroq ishni buzding. Endi qolgan ishlarni o'zing yig'ishtir.
Hamma ishlar oxirlashdi, tugidi. Ay, vaqirg'inimni Rusvangil oldimi? Anglamay qalamda, gaz bo'lmas haya o. Asta, endi tugashdimmi men? Tugashgandimi, bak tugashding sen. Bu gapni olib, beshimga birchilik suni qo'yib o'tgandek bo'lib ketdim. Ay, yezim, menga bir yordam qilinglar. Bu ishlar faqatli bo'lmabdi. Menga yordam qilsangchi. Men qanday yordam qilaman? Rusvangilga aylanib sana tegaymi? Unda qilma, bir yo'l ko'rsatgina. Ma'qul, birla amal bor.